Bundan bir necha yil oldin yoshroq erkak kishini dafn qildik. Endi u erkak kishini 8-9 yashar ikkita egizak farzandi bor ekan. Endi u bolalar otasi o'lganda ham boshida tushunmay turishdi. Endi qarindoshlar olib kelishdi. Bola mana shu kadeni qo'yamiz, oxirgi uy shet bo'ladi desa, bolalar adam shetda qolalarmi deb hech narsani bilmasdan turishdi. Endi mayit qo'yildi, g'isht terilib, ko'mishni boshlaganda ana bolalar tushunib qoldi. Ne adamni ko'myapsizlar? Ko'mmalari adamni, bola dod faryod qilib yig'layapti endi qabr tepasida. Ko'mmanglar adamni deb lapatga odamlarni endi uryapti, bolalik yig'isi bilan endi tushunib qoldi otasi o'lganligini. Endi o'sha yerda shu gapni gapiryaptiki, go'daylik qalbidan chiqarib chindilar, ada, men endi kompyuterxonaga ketib qolmayman, ada, meni kechiring. Chiqing etdan bo'ldi, ada, deyapti. Endi yosh bola baribir o'zini yosh bolachalik tushunyapti. Ya'ni men qilish kerak bo'lmagan ishlarni qilganligim uchun adam ketib qoldi, adam o'lib qoldi deb tushunyapti. Endi bizni kattalar mana ota bo'lib tushunyapmiz. Qanchadan qancha mana hammamiz bilan o'zimiz otamizni, onalarimizni xavotirga qo'yib, ularni siqilib, ularni bir mana shu qaritgan aslida farzandlar o'zimiz bo'lamiz-da. Shuning uchun shu bolalarning o'zi ham bir ibrat bo'ldi. Ya'ni otamizni, onamizni tirikligida aytganini qilib, ularni rozi qilaylik. O'shanda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.